Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar, yoshlar. Zamon qahramonlar loyihasining navbatdagi soni siz bilan birgalikda va bugungi qahramonimiz yurtboshimiz tomonidan BYD Jazor avtomashinasini qabul qilgan Billura Ikromova, Buxoro farzandi. Ular bilan birgalikda chiroyli suhbatni amalga oshiramiz. Billura opa, assalomu alaykum. Loyihamiz qahramoni bo'lganingizdan juda ham xursandmiz. Keling, bizni kuzatib borayotgan yoshlarimizga siz haqingizda qisqacha ta'rif bersak, ya'ni siz asosan qanday faoliyat turi bilan shug'ullanasiz va ayni damga qadar qanday natijalarga erishdingiz? Shular haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Ismim Ikromova Billura. Men Buyuk Britaniyaning top 300 universitetlari qatoriga kiradigan University of Readingda magistraturani TESOL yo'nalishida, ya'ni chet tillarini o'qitish yo'nalishida o'qib kelganman. Faxrlanib aytamanki, El-yurt umidi jamg'armasi stipendiantiman va muvaffaqiyatli o'qishimni tugatib kelib, hozirda Romitan tumanidagi 38-maktabda ingliz tili fani o'qituvchisi va shu bilan birga Prezident iqtidorli farzandlar milliy dasturi doirasida Buxoro viloyati bosh maslahatchisi sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Billura opa, bizni juda ham havas qiladigan jihatimiz bor. Aynan sizni ismingiz zikr qilinganda, ya'ni kim shaxsan yurtboshimiz tomonidan BYD Jazor avtomashinasini qabul qilgansiz. Ushbu jarayon qanday kechgan va ushbu natijaga erishgunga qadar sizda qanday mashaqqatli yo'l bo'lgan? Shu haqida aytib bersangiz. O'zim uchun ham kutilmagan, juda hayajonli voqea bo'lgan. Yurtboshimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri selektorda muloqot qilish imkoniyati bo'lgan va faoliyatim to'g'risida, rejalarim to'g'risida suhbatlashish imkoniyati bo'lganda yurtboshimizdan BYD Jazor avtomashinasini kelasi kunda sovg'a sifatida qabul qilib olganman. Bu avvalambor yurtboshimizdan menga katta ishonch deb qabul qilaman. Top 100 da o'qish meni 10 yillik orzuyim bo'lgan. Yurtboshimizni bizga yaratib bergan, yoshlarga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalangan holatda El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasi orqali shu natija, shu maqsadimga erishganman. Imtiyozli diplom bilan tugatib kelish imkoniyati bo'lgan. Undan so'ng, demak, aytganimday faoliyatimni olis hududda boshladim va mana hozir Prezident iqtidorli farzandlari loyihasi doirasida o'quvchilarni, umumta'lim maktab o'quvchilarini top 100 universitetlarga tayyorlayapmiz. Hozirgi yaratilayotgan imkoniyatlar, yoshlar uchun ochilgan eshiklar haqida nima deysiz? Yoshlarga qarata shuni aytardimki, biz bu imkoniyatlarni kelishini 10 yillab kutganmiz. Hozirda esa imkoniyatlar davri deb atagim keladi yoshlar uchun. Sababi 1-2 emas, o'nlab imkoniyatlar mavjud bo'lgan bir davrda ulardan talab qilinadigan yagona narsa bu imkoniyatlardan unumli foydalanish. Yoshlik avvalambor kelajakni ta'minlash uchun beriladi. Ko'proq kitobni o'ziga do'st bilib, o'z ustida ishlash va yoshlarga tavsiyam shu bo'lardiki, orzuni katta qilish kerak va bu orzu sari maqsad qo'yib intilish kerak. Orzuligicha qolib ketmasligi uchun bunda muvaffaqiyatgacha yetib borish uchun qanaqadir davrda systematic effort deydi ingliz tilida, ya'ni sistematik tayyorgarlik kerak. Shuni xohlardimki, yoshlarimiz tushunishlarini, har bitta orzu mehnat orqaligina muvaffaqiyatga yetib keladi. Va men ularga aytardimki, orzu qiling va shu orzu ushalishi uchun mehnat ham qiling. Bizni kuzatib borayotgan har bir yosh Billura opamizga havas qilgan holda kelajakda yurtboshimiz tomonidan juda ham katta-katta sovg'alarni qabul qilishlari nasib qilsin.